Navoda siz bu silliq darslikni ko'rib, mashqlarni to'liq ishlab, hozirgacha kelgan bo'lsangiz, siz chuqur programmalayishni o'rgandingiz. Endi keyingi bosqichdagi ishlar to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tay. Eng muhimi siz davomlashtiring. Siz bu darslikni ko'rib, mashqni ishlab tugatgan bo'lsangiz, C tilda, ya'ni C# tilda program tuzishni bildingiz, ammo bilib bo'lolmadingiz. Bu faqat boshlanish. Siz o'rganadigan narsalar daha oldingizda. Qachongacha davomlashtiraman degan savolga javob. Kasbiy hayotingiz oxirlashguncha. Nishonni aydınlaştırın. Gerçi siz bir programma tili işletsingizmi, qildigan ishlar farqli bo'ldi. O'xshashlar C# programma tili orqali tor programmalarni tuzgilimi, ustal yuzi programmalarni tuzgilimi, ko'chma uskunlarga programma tuzgilimi bo'ldi. Odatdagi qo'llanishchan programmalarni tuzgilimi, uchur, ambar boshqarish yumshoqlarni tuzgilimi, tadqiqot ishlatgilimi bo'ldi. Ammo qildigan ish, ishlanadigan o'ringa qarab, ishlanadigan texnikalarmi o'xshash bo'lmaydi. Siz ularning hammasini o'rganib bo'lolmaysiz. Shuning uchun nishonni oydinlashtirib olib, shuningga qarata o'rganishni davomlashtirishingiz kerak. Navoda siz tor programmasi tuzaman desangiz, yana HTML, CSS, JavaScript va sandan qatorliq texnikalarni va skriptlarni o'rganishingiz kerak. Navoda uchur, ambar boshqarish programmalarini tuzaman desangiz, chuqur sandan mashg'ulotiga pishiq bo'lishingiz, Link to SQL yoki Entity Framework o'xshash ambar boshqarish texnikalarni o'rganishingiz kerak. Navoda ko'chma uskunlarga program tuzaman desangiz, yana qaratmali holda ko'chma uskunlarga munosabatli texnikalarni o'rganishingiz kerak. Masalan, Windows Phone SDK, XAML tili deganga o'xshash. Navoda torga munosabatli program tuzaman desangiz, Socket, Web Service, Web API yoki bular umumlashtirilib WCF deganga o'xshash texnikalarni o'rganishingiz kerak. Agar program tuzishni til tadqiqot ishitaman desangiz, tabiiy til bir taraf qilishga oid texnikalarni o'rganishingiz kerak. Albatta buningdan boshqa nurg'un sohalarda program tuzishni ishitish mumkin. Siz o'zingizningki ishlatmoqchi bo'lgan kasb soyangizga asosan nishonli o'rgansangiz bo'ldi. Yana bir muhim ish, siz chet el tili o'rganing. Sizning o'rganganingiz programma tili, ammo u ingliz tili asosida tuzilgan. Shundaqla programma tilining barliq tushuntirish, izohat, yordam hujjatlari, paylash materiallari, eng yangi texnikalar asosan ingliz tilida e'lon qilindi. Siz bu kasbni davomli qilaman, texnikaga yetishib boraman deydigansiz, chuqur ingliz tili o'rganing. Navoda siz bir boshqa tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, u tilni o'rganishdan maqsad program tuzish bo'lsa, chuqur ingliz tilini o'rganing. Navoda uchinchi bir tilga tayanib qolsangiz, mangu texnikaga yetishib olmaysiz. Kompyuter tili o'rganish chet el tili o'rganishdan oson. Bir programma tilini o'rganish uchun bir qancha kifoya. Ammo bir chet el tili o'rganishga eng oz bo'lgandimi 2 yildan ortiq vaqt ketadi. Yani bu qarindosh turk tillarini o'z ichiga olmaydi. Bu deganlik ingliz tili o'rganish tez. Uningga texnik qattiq iroda va tirishchanlik kerak deganlik. İngiliz tili o'rganishni endi kechiktirmang. Bugundan boshlang ham uzluksiz davomlashtiring. Gerçi programma tuzishga bevosita munosabati bo'lmasa-mu, ingliz tili o'rganishga nisbatan bir qancha nuqtani tushuntirib o'tmoqchiman. İngiliz tili o'rgangan vaqtda sistemalik darsliklardan foydalaning. Odatda darsliklar o'rganuvchini ma'lum saviyaga yetkazishni maqsad qilib muvofiq o'rganish usuli bilan birga tuzildi. Shunga to'la darslik almashtirmang. Masalan, yangi o'quv ingliz tili darsligini boshlasangiz, cho'qim 4 qism kitobni tugatib o'rganing. Ikkinchi, kitob takrorlamang. Keyningizga qaytmang. Ya'ni o'rgangan narsalarni unutish normal ahvol. Bir kitobni tugatib bo'lib, yaxshi o'rganolmadim, unutib qoldim deb u kitobni
Qaytadan başlap tekrar öğrenmeng. Aldığınız qarang. Keyingi kitapni öğrenivering. Balkim burunqilari esingizga kelib qolar yoki lozim bo'lganda unutilgan so'zliklarni yana bir qatim o'rgansangiz bo'ldi. 3. Öğrenganlaringizni ishlating. So'zlashga imkoniyat bo'lsa so'zlang, yozishga imkoniyat bo'lsa yozing, o'qishga albatta baningiz yo'q. Tordan material izlaganda inglizcha izlang. Shuningdan foydalaning. Bilmagan so'zlaringizni lug'atini izlang. Tadricalda izlaydigan so'zlaringizning azotliqligini his qilasiz. Gazet, jurnal, kitap ko'rganda bilmagan so'zlarni sizib, lug'atdan izlab, yeniga yozib o'rganing. Yana bir eskartib qo'yadigan ish, kino ko'rib til o'rganish o'zini aldashdan boshqa narsa emas. Eng yaxshisi tilni o'rganib bo'lib, ondan kino ko'ring va uningdan huzur oling. 4. Uzluksiz davomlashtiring. Kuniga eng bo'lmaganda 1 soat til o'rganishni odat qiling. Har qanday ahvolda tashlamang. Unumini ko'rishga aldirmang. Tez bo'lganda 2 yil unumini ko'ra olasiz. Albatta 3-4 yil o'rganishmi normal ish. Hanzu tilini 10 necha yil o'rganasiz. Davomli texnik yanglab turing. Bu kasbda texnik yanglab turmasangiz sapdan tushib qolasiz. Texnik yanglashdagi bir qancha xil usul. Birinchi, yangi texnikalardan xabardor bo'lib turing. Buning eng yaxshi usuli kasbiy bloglarni davomli ziyorat qilib turish. Ikkinchi, yangi texnikalarni ishlatishga jur'at qiling. O'zingiz an'anaviy usullarda qila oladigan ishlarni yangi texnika bilan qilib sinab beqing. 3. Kasbdoshlar bilan fikr almashtirib turing. Buning usullari o'xshash kasbliklar bilan paranglashish, torda kasbiy temadagi mazmunlarni e'lon qilib turish, boshqalarning yozmalari haqida mulohaza qilib berish, texnika tunishtirish qatorliqlar. Yana bir muhim ish matematika o'rganing. Matematika bilmaganlar program tuzishni o'rganolmaydi degan yolg'on gap. Bo'libmi odatdagi ustal yuzli programmalar yoki ambar boshqarish programmalarini tuzib o'tib ketsangiz, texmi shundoq matematikani bilmasangiz bo'ldi. Lekin matematika bilsangiz programmadan o't chiqarib o'tasiz. Endi o'rgansangizmi kechikmaysiz. Balkim o'rta maktabda matematika darsi zerikishlik bilingan bo'lishi mumkin. Endi undoq bo'lmaydi. Siz matematikadagi hamma narsani o'rganishingizning hojati yo'q. Lozim bo'lganini o'rganing. Programmada uchragan ma'lum miqdorni hal qilishga yordam etadigan qismini tanlab o'rganing. Endi bir yerlardan kon matematika darsi kitobini tepib ko'rganingizda ayni vaqtda siz imtihondan chiqib cho'rib tashlayotgan, yirtib paxpaq o'ynab tugatayotgan kitoblarning unchalar zerikishga emasligini his qilasiz. Ayni vaqtda muallim siz chekingizdan tar chiqarib ishlagan hisobning oxirgi natijasiga qarab xato deb bir og'iz gap bilan tugatayotgan bo'lsa, hozir hisobning natijasining to'g'ri xatoligining ancha muhim emasligini, eng muhimi uni amaliyotga qanday tatbiqlab ishlatish ekanligini bayqaysiz. Navoda inglizcha bilsangiz sizga lozimli matematika bilimlari Wikipedia.org tor betida nihoyat ko'p. Yana kelib nihoyat tushunishga yozilgan maqolalar bor. Shuningdan foydalansangiz bo'ldi. Uchiq kodli turlardan foydalanishni o'rganing. Ilm-fan natijalaridan o'rtoqlashish orqali hamma narsani taraqqiy qildiqli bo'ldi. Ya'ni ilm-fan natijalarini o'rtoqlashdan taraqqiy qilgan. Shuningga o'xshashlar yumshoq tal taraqqiyotini uchiq kodli turlardan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Bir odam nurg'un jafo bilan hal qilgan, amalga oshirgan iqtidorni siz yana o'xshash usul bilan takror emgak bilan amalga oshirsangiz, bu insoniyatning vaqt isrofchiligi. Shundaqli bu taraqqiyotga foydasiz. Torda nurg'un uchiq kodli turlar bor. Siz undan foydalansangiz nurg'un vaqtingizni tejab qila olasiz. Ammo uchiq kodli programmalardan foydalanishga saviya ketadi. Ya'ni boshqalarning programmasini ko'rib tushunish va uni o'zining programmada foydalanish xilli saviya va tajriba talab qiladi. Tordagi bir qism uchiq kodli tur ta'minlaydigan tor bekatlar. GitHub.com bu hozir eng olqishga erishayotgan nashr boshqarish mulozimati bilan ta'minlaydigan tor bekat. Bu tor bekatda uchiq kodli programmalarni bevosita yo'llag'ili va tushirib undan foydalanғili bo'ldi va
boshqalarning turlariga qatnashgili bo'ldi. sourceforge.com bu bir qadar burunqi open source ya'ni ochiq kodlik turlarini ta'minlaydigan tor bekat. Bunikidami Linux yoki C tilidagi ochiq kodlik turlar ko'proq uchraydi. Zamonaviy tillardagi programma turlarimi xili ko'p. Codeplex.com bu Microsoftning bayroq ostidagi ochiq kodlik programma ta'minlaydigan tor bekat. Bunikida ko'pincha .NET programmalar ta'minlanadi. Yana siz o'zingizning proyektlarni bu yerga yo'llasangiz bo'ldi. Google.com bu Google shirkatining bayroq ostidagi ochiq kodlik tur ishlaydigan mulozimat bilan ta'minlaydigan tor bekat. Bu tor bekatda ko'proq Java programmalar uchraydi. Albatta siz o'zingiz tuzgan programmalardan boshqalarga foydalansin deb o'ylasangiz, uni hambarlashni unutmang. Kesib ayta olmaymanki, sizning programmangizda yushurg'idek hech qanday alohida texnika yo'q. Tajriba to'plang. Mayli siz qaysi kasbda bo'lmasin, amaliy xizmat jarayonida tajriba bilimdan ustun turadi. Shuning uchun o'rganganlaringizni amaliyotda ishlatib tajriba to'plang. Bu yoqdan program tuzishni o'rganib, u yoqdan pul topaman yoki xizmat topaman demang. Imkoniyat bo'lsa praktika qiling. Praktika qilgan vaqtda sizga pul beroladigan joyni tanlamay, siz bir narsa o'rganoladigan, siz ish qila oladigan joyni tanlang. Bika yuguchi bika ishlar. Siz o'rganish jarayonida pul tepishingizning hojati yo'q. Boshqalarning ishini o'rgangan bilimlaringizdan foydalanib bekorga qilib bering. Bundaqda ham savob topsiz, ham yuz topsiz, ham tajriba to'play olasiz. Bu sizning keyingi xizmatingizga foydali. Keyin siz xizmat izlagandimi, hech kim siz ishlab qancha pul topgan deb so'ramaydi. Qaysi ishlarni qilgan deydi. Siz bekor qilgan ishlarni sanab bera olasiz. Siz tajriba to'plag'icha ish haqqingizni boshqalarga bekitib beradi. Tajriba to'plab bo'lgandan keyin ish haqqingizni o'zingiz bekita olasiz.